oladimmi? Nafaqa pulim orqali yashay olamanmi? Amalga oshirishga qurbim yetmagani uchun qancha orzularimni qurbon qilishimga to'g'ri keladi. Bu videodan olinadigan eng katta saboq aslida pul haqida emas edi. Bu saboq barchamizda mavjud eng qimmatli manba haqida edi. Bu hech qachon qaytarib bo'lmaydigan manba hisoblanmish vaqt haqida edi. O'zingiz yoqtirmaydigan ish uchun vaqtingizning katta qismini bag'ishlash qanchalik arzirli? Hayotingiz ishlash, ishdan qaytib televizor ko'rish, uxlash, ertalab uyg'onish va xuddi shu jarayonni qayta va qayta boshdan kechirishdan iborat xolosmi? Hayotingizning qancha qismini mana shu jarayonga sarflab bekorga o'tkazib yuborasiz. Balki sizga shu tarzdagi hayot yoqar, balki ayni damda xuddi tarzda yashaydigan boshqa hech qanday tanlovingiz mavjud emasdir. Agar shunday bo'lsa, hech narsadan xavotir olmang. Bu videodan siz olgan narsa ozgina maroq va dunyoga boshqa ko'z bilan nazar solish imkoniyati bo'ladi. Biroq ba'zilaringiz ichingizdagi xohishlarni bilasiz va pul haqida hech qachon qayg'urmaslikni chin ko'ngildan xohlaysiz. Shunday ekan yana bir bor eslatib o'tish lozim. Pul ortidan qo'shni bas qiling, muammolar ortidan quving va ularga yechim topib ko'rsating. Shu tarzdagi hisob-kitob usuli orqali boylik to'plash imkoni mavjud. Agar siz pul haqida boshqa o'ylamaslikdek erkinlikka ega bo'lishni istasangiz, muammolarni yechish hayotingizdagi mazmunga ega kurash bo'lishini ta'minlang. Bu yo'lning oxiriga borib baxtli bo'lishingizni yoki o'zingizni to'laqonli his qilishingizni anglatadimi? Bu savolga faqatgina o'zingiz javob bera olasiz. Biroq sizning kurashingiz mazmunga ega bo'lsa, ehtimolki uning orqasidan quvish arzirli harakat bo'ladi. Xulosa. Mana shu sizning boylikka erishish yo'lingiz. Albatta, bu videoda ko'plab mayda detallarni, biznes, pul, tadbirkorlikka oid mavzular juda ham keng qamrovli va ularni bitta videoda jamlab bo'lmaydi. Agar ushbu sayohatga yo'l olishni istasangiz, sizga mening ushbu videoni yaratishimga katta turtki bergan MG Devaroning kitoblarini o'qishni tavsiya qilaman. Shuningdek, eng asosiy nuqtaga qaytsak, odamlar juda ko'plab sabablarga ko'ra muvaffaqiyatsizlik uchraydi, ammo eng katta sabab keyingi qadam qo'yishda ko'ngilsizlikka uchrashdir. Agar sizning ishingiz biznesga unchalik aloqador bo'lmasa va siz uni daromad keltiruvchi biznesga aylantirmoqchi bo'lsangiz, unda o'zingizdan quyidagi savolni so'rang. Men qaysi muammolarni yechish bilan shug'ullanyapman? Bu savolning javobi qilayotgan ishingizdan pul ishlab topish uchun katta yordam beradi. Shuningdek,